diqqat oldindan aytaman, bu hech kimni kamsitish uchun olinmayapti. Mana bu joyi juda ko'pchilik biladi o'rtoqlar. Bu ya'ni ishchilar, yollanma ishchilarning bozori. Hozir bitta mashina kelsa 10 ta 15 talab opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz yugurib borishyapti, ishtalashyapti. Bu video ayrim hozir vaqtini behuda sarflayotgan bolalarga, qizlarga, farzandini taqdiriga befarq bo'lib turgan ota-onalarga bag'ishlanadi. Hurmatli ukalarim, singillarim, yoshliginglarning qadriga yetinglar. Vaqt qadriga yetinglar. Hozirgi vaqt ertaga qaytib kelmaydi. Hozir siz o'zingiz ustingizda ishlab o'qimasangiz yoki nimadir hunar egasi bo'lmasangiz, kelajakda mana shunaqa holatga tushib qolishingiz mumkin. Yosh ukalarim, o'zim o'g'il bola bo'lganim uchun, erkak kishi bo'lganim uchun o'g'il bolalarga aytmoqchiman. Kelajakda ayolingiz uchun haqiqiy er, haqiqiy qo'rg'on, farzandlaringiz uchun haqiqiy ota, ota-onangiz uchun haqiqiy o'g'il farzand bo'lishni xohlasangiz, hozir vaqtingiz qadriga yeting. O'zimizdan ham oldimizga ko'p yigitlar, ukalarimiz kelishyapti, vaqtini bekordan behuda sarflab, hunariga o'zini urmasdan telefonga chalg'igan Instagram, TikTok bo'lar bo'lmas o'yinlar, bekorchi videolarni ko'rish bilan vaqtini o'tkazadi. Jon ukalar, yoshlik qaytib kelmaydi. O'qish kerak yoki ishlash kerak. Qaysidir hunar egasi bo'lsangiz, kelajakda mutaxassis bo'lsangiz, mana bunday qilib ish kutib o'tirmaysiz. Odamlar sizni kutib o'tiradi. Odamlar sizga o'chirib turadi. Shuning uchun yoshliginglarni qadriga yetinglar. Hurmatli ota-onalar, farzandingiz taqdiriga befarq bo'lmang. Hali bolam yosh, keyin o'qiydi, keyin ishlaydi demasdan, yoshligida yo'nalish berib, nimadirga qiziqsa o'sha yo'nalish bo'yicha harakat qilinglar, yo o'qitinglar yoki hunarga beringlar. Chunki vaqt qaytib kelmaydi. Mana shu insonlar bilan ham ko'pi bilan gaplashsangiz, men o'sha yoshim katta bo'lib qoldi. Men agar yosh bo'lganimda o'qirdim yoki qaysidir sohani mutaxassis bo'lardim yoki qaysidir hunar egasi bo'lardim deb afsuslanishadi. Lekin yoshlari katta bo'lib qolgani uchun bu kechligini o'zlari ham bilishadi. To'g'ri, bu halol mehnat. Birov haqqiga xiyonat qilmayapti, birov aldamayapti. Kamsitish uchun video qilmayapman. Faqat yoshliginglarning qadriga yetmasanglar, mana shunaqa sovuqda, boshqada ko'chada turishga majbur bo'lib qolasizlar. Men ichim aytganini aytolmay, o'tib ketayotgan joyimda to'xtadim. Chunki o'zimizda ko'p bo'ladi, yosh ukalarimiz bekor vaqtinglarni sarflayapsizlar. Vaqt qadriga yetinglar yoki o'qinglar yoki ishlanglar. Iltimos. Ushbu videoni mana shunaqa vaqtini bekor o'tkazib turgan ukalarimizga, singillarimizga yoki farzandini taqdiriga befarq bo'lib turgan ota-onalarga yuborib qo'yamiz. Bundan ibrat olish kerak. Bu hech qanaqa aqlli gaplar emas, yurakdan chiqqan gaplar. Vaqtinglarni qadriga yetinglar. Vaqt qaytib kelmaydigan narsa. Iltimos.